Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizani kuzatib borayotgan bizning yaqin obunachilarimiz sizlarga arzonga 2 etajli xonadon topib qo'ydim. Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasi eng Sergelini elitli mahallalaridan bittasi bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan 2 etajli binoyimiz qaranglar, qanaqa fayzli, chiroyli bo'lib turibdi. Shuni yonginasida esa bittasi sotilyapti. Xo'p, umumiy yer maydoni 2 sotin tashkil qilyapti. O'zini alohida yer to'lasiga ega 5 ta xonasi bor, alohida o'zini oshxonasi ham bor. Ichkari kiraman, to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishimni ko'ryapsizlar. Mana shu bemalol mashina qo'yib qo'yishga 5-6 ta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bu yerda turaverar ekan. Xo'p, ko'rsataman, ichkari kirib, bismillahirrohmanirrohim deb ular namesimiz ostiga bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda hozir masalan asosiy kiruvchi eshigimiz bo'lyapti. Xo'p. Kirishimiz bilan umumiy sizlarni alohida yozgi tashqarida alohida hojatxonasiga ega zeloniy zona uchun qaranglar, anchagina katta joy tashab ketilgan. Xonadonimiz yaxshi holatda turibdi, o'zini yerto'lasiga bu yoqdan tushib ketilar ekan. Tushib ketiladi. Xo'p, xuddi shunaqa yeringlar bo'ladi, uchastkami, dommi farqi yo'q. Aloqaga chiqsanglar, tepada nomerlar qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, biz bilan bog'lansanglar, chiroyli narxlarda reklama qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamizdan boshliq qilamiz. Ko'rib turibsizlar, kuxonli mebellari o'zini alohida qaranglar, mana shu yerga tubli pol, alohida radiatorlari qilingan ekanlar. Bemalol choy ichib o'tirgan alohida joylari ham bor. Bu yerda kuxonli degan narsasini tashab ketaman deyaptilar. Xo'p. Ikkinchi etajga chiqadigan ziramiz shu yerdan chiqib ketiladi. Undan oldin o'zini alohida общий saunzeli razdelni qilingan ekan. Ko'rib turibsizlar. Kirishimiz bilan bu joyimiz mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Zalimizda tashqari qaragan o'zini oynalarga ega. Bu yerdagi ba'zi narsalarni tashab ketaman deyaptilar, qolganlar o'zlariga tegishli narsalar ekan, olib ketaman deyaptilar. Xo'p, endi ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Birinchi spalnyamiz bo'lyapti. O'zini tashqari qaragan oynalari bor, spalnyamizni ko'rib turibsizlar. Aboylari yaxshi holatda turibdi. Kelib yana bir o'zingizlar ko'zingizlar bilan kelib ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Bu joy endi kichkina o'g'illarga o'zi spalnya qilib bergan ekanlar, ko'ryapsizlar. Bemalol mehmonlarni shu yerda kutsanglar ham bo'laverar ekan. Zalimiz orqali alohida ota-ona uchun mo'ljallangan spalnyamizga kirsak bo'ladi. Tashqari qaragan oynalar bor, havolanib turadi. Xo'p. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz va alohida hojatxona razdelni qilingan ekan bu joyimizda. Va oxirgi xonamiz, oxirgi spalnyamiz bo'lyapti. Buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan oynalar bor. Neobычный, ko'zga yoqadigan, charchatmagan aboylardan foydalanishgan ekan. Xo'p, xonadonimizni ko'rib turibsizlar. Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida joylashgan ushbu xonadonimiz sotiga keladigan bo'lsa 2 sotini tashkil qilyapti. 2 etajli, o'zini 5 ta xonasi bor ushbu hovlimizni. 136.900 dollarga baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda egalari nomeri, aloqaga chiqsanglar, egalari bilan o'zingizlar chiroyli baraka qilib olasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.